Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy-amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori doirasida loyihalashtirilgan Argun loyihasi doirasida rejalashtirilgan kichik suv havzalarida intensiv usulda baliq yetishtirish mavzusidagi loyiha doirasida Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutida va Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 2-kasb-hunar maktabida ilmiy tadqiqot ishlari va loyiha doirasidagi ilmiy ishlar olib borildi. Bu ishlar yuzasidan Baliqchilik institutining bir qator olimlari tomonidan, shuningdek, Farg'ona viloyatidagi Kasb-hunar kollejining o'qituvchilari, xodimlari, shuningdek, shu tumandagi baliqchi fermer xo'jaliklari hamda aholi xonadonlarida baliq yetishtiruvchi, baliq sohasi bilan shug'ullanuvchilar baliqchilar bilan o'zaro hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqot natijasida yil davomida erishilgan yutuqlar juda alohida salohiyatga ega. Loyiha doirasida qilingan ishlar yuzasidan bir qator ko'zga ko'rinarli ijobiy rejalar amalga oshirildi. Bu rejalar natijasida quyosh energiyasidan foydalanish hisobiga quyosh panellari, yana suv qishki sharoitda xonadonlarda yil davomida 3-4 faslda baliq yetishtirishga moslashgan suv isitish kollektorlari hamda doimiy elektr energiya manbaini ta'minlash maqsadida quyosh suv isitish panellari o'rnatildi. Bu panellarning ish unumdorligi yil davomida olingan hisob-kitoblarga qaraganda to 32% gacha samara berdi. Bu samaradorlik hisobiga baliqchilar o'zlarining hisob daromadlari oshishi birinchidan, ikkinchidan bu xonadonlarning yildan yilga qiziqishlarini ortishi yanada ortib bordi. Bu qilingan ishlarimiz hisobiga, mana bu ko'pincha bizda aholi xonadonlar baliq hisobiga xotin-qizlarni ko'proq jalb qilindi. Aholi xonadonlarida yil davomida yetishtiradigan Afrika laqqa baliqlari, tilapiya baliqlari, ana baliqlarni o'z xonadonlarida sinab ko'rishib, bu xonadonlar kelgusida baliq yetish davomida juda unumdor ekanligini isbotladi, berishdi.
Bu isbotlashimiz ana bu loyihamiz doirasida biz Farg'ona viloyatida bir necha marta o'quv seminarlar o'tkazdik. Bu seminarlarimizdan maqsad ana bu baliqchi xo'jaliklarimiz hamda aholi xonadonlar baliq yetishish mobaynida baliqchilikka aholi xonadonlarni qiziqtirish, ya'ni oziq-ovqat sektori hisobidan ana bu o'zimizda oziq-ovqat xavfsizligini bartaraf etish. Ya'ni ana bu O'zbekistonda bizga masalan dunyo miqyosida 16 kilogramm o'rtacha baliq to'g'ri keladigan bo'lsa, bizda hozir o'rtacha 12 kilogramm to'g'ri kelishi kerak deb aytilgan. Shu maqsadda, chunki baliq mahsulotlari boshqa nimalarga nisbatan kaloriyasi yuqori, odam organizmi bir qancha organizm o'zining masalan ijobiy tomonlari bor. Shuni hisobiga ana bu qiziqish ham bor odamlarda, nimada har qanday insonda baliq yetishtiruvchilarda ham ana shunaqa qiziqish o'zlariga ortadi. Ya'ni bir tomonlama har qanday suvdagi jonivorga har qanday kishining o'zining qiziqishi bor. Shuni hisobiga baliqchi xo'jaliklarimizda, xonadonlarda ularda o'zlarining qiziqishi hisobiga o'sha xonadonlar, o'sha baliqchilik xo'jaliklardan olingan suvlardan ham samarali foydalanib, ekin maydonlari hisobiga tashlanib, hosildorlik 2-3 barobar ortiq ekanligiga o'zlari guvoh bo'lishdi. Ana bu baliqlardan chiqqan oqova suvlar hisobiga ana bu poliz ekinlari hisobi ularning o'zlarining ko'rsatishi 2-3 ortiq. Ya'ni hosildorlik 25 emas 50% ga oshib ketganligini o'ziga guvoh bo'ldik. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, isbotlab ko'rdik. Bu xonadon egalari juda minnatdor. Ana shunaqa loyihalari yanada ko'proq bo'lsa, yana ularga biz bir tomondan ko'mak bo'lyapti. Ikkinchi tomondan yana bu ikkinchi kasb hunar kollejida maxsus baliqchilik yo'nalishi bo'yicha talabalar tahsil oladi. Bu talabalar tahsil jarayonida baliqlar kasalliklari, baliqlarni o'rtishtish, seleksiya, naslchilik ishlari, baliqchilik xo'jaliklarining hovuz baliqchiligiga doir bilimlari hamda bu yerda asosiy narsa qolyapti, ko'rinsa o'tish kerak. Hovuz baliqchiligida asosan suvga katta e'tibor qaratilgan. Suvda tahlillari, suvda tarkibidagi uning turli xil xossalarini o'rganish alohida e'tibor berilib kelinib, shular hisobiga o'quvchilarda ham qiziqish ortib boryapti. Shu bilan birgalikda dehqon baliqchilik fermer xo'jaliklarida ham suvga bo'lgan talab, suvdagi tarkibidagi turli xil minerallarda baliqlarga qanaqa ta'siri bor, qanaqa foydali tomoni bor, qanaqa zararli tomonlari bor ekanligi hammasi to'liq seminarlar davomida biz to'liq tushuncha berdik. Bir necha marta bu seminarlar davomida bu olingan natijalar fermer xo'jalik hammasi xursand. Keyin o'zlarining talablariga binoan hosildorlikda keyingi yillarga bundan ham ortiqroq nima qilish, yanada mana shunaqa ilmiy seminarlar tashkil qilish to'g'risida bir qator malakali ishlar olib borildi. Beshariq tuman 2-son politexnikumimizda baliqchilik yo'nalishi bo'yicha yo'nalish ochilgan. Bu yerda EU Agrin loyihasi bo'yicha jihozlar ajratilgan. Bu jihozlardan foydalangan holda fermer xo'jaliklari va baliqchilik fermer xo'jaliklari va aholida baliqchilikni rivojlantirish, kasallik oziqlantirish, kasalliklari bilan tanishish, davolash ishlarini olib boramiz. Bu jihozlar bizga suvni harorati, suvni kislorod ta'minlash, suvni muhitini o'rganish va shu intensiv usulda baliq yetishtirganda suvni isitish vositalaridan to'g'ri foydalanishni biz o'rganamiz. Aholida asosan biz shartnoma asosida ish olib boryapmiz. Fermer xo'jaliklariga shu baliqlar chavaqlarini yetishtirib berish, baliqlarni oziqlantirish to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz va nazoratga olamiz. Ham o'zimizda masalan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Baliqlarni chavaqlar yetishtirish, shu chavaqlar tilapiya, karp, sazan, tolstolobik baliqlarini yetishtirib kelyapmiz. Bu yerdan sun'iy ravishda urug' olib aholiga va fermer xo'jaliklariga yetishtirib beryapmiz. Kelgusida qilinadigan ishlarimiz asosan fermer xo'jaliklariga baliq chavaqlarini yetishtirib berish, ko'paytirish va baliq turlari bilan ishlash va sun'iy urug'lantirish ishlarini yo'lga qo'yishdan iborat. EU Agrin loyihasi bo'yicha hamkorlikda ish olib bordik.
Mana bu yerda mana Fareldan buna baliqchilik fermer xo'jaligida ham mana shu loyihani ko'plab tajribalar o'tkazildi. Loyiha bilan ishlaguncha bo'lgan davrda 1 gektar maydondan ekstensiv holatda 2 tonnaga yaqin baliq olinadi. Sababi baliqlarda o'sha vegetatsiya davri kamroq edi, ya'ni suv sovuq bo'lib qoladi. Suvda isishga imkoni yo'q, baliq oziqlanishdan to'xtaydi. Bu loyiha doirasida bizga geokollektorlar olib berildi, mana quyosh panellari olib berildi. Mana baliqxonalarimizda suvda isishga imkoniyat bo'ldi. Natijada baliqning hosildorligi ham, baliqning vegetatsiya davri ham ancha ko'tarildi. Oddiy holatda demak o'sha 2 tonna baliq olingan bo'lsa, bugun mana o'sha intensiv holatga o'tgandan keyin gektariga 8 tonnagacha baliq olish imkoniyati bo'lyapti. Eng asosiysi mana bu loyiha aholi xonadonlarida ham intensiv usulda baliq o'stirish yo'lga qo'ysa bo'ladigan loyiha ekan. Hozirda 3 ta aholi xonadoniga ham xuddi shunday geokollektorlar qo'yilgan. Ularda ham mana shunaqangi usulda baliqlar parvarishlanyapti. Beshariq tumanida bugungi kunda baliqchilik juda ham rivojlanib keladigan soha. Bunga aholilar ham qiziqishlari bo'lib, o'z xonadonlarida shunaqangi kichik basseynlarda baliq olishga, baliq o'stirishga intilishlar bo'lyapti. Shuning uchun shu loyiha doirasidagi olingan jihozlar bugungi kunda Beshariqda baliqchiligiga juda ham yaxshi bir natija berdi. Sababi hosildorlik ko'tarildi. Shu bilan birgalikda baliqning tan narxi arzonlashdi. Agar bularda hozir elektr energiyasidan foydalanib qilinganda 1 kilovat energiya 1000 so'mdan hisoblaganda ham katta summa chiqardi. Bugun mana nasoslarimiz ham suvda isitish uchun hammasi tabiiy holda, ya'ni quyosh panellari hamda geokollektorlar yordamida ishlatib kelinyapti. Loyihaga juda ham katta rahmat. Loyiha tashkilotchilariga rahmat. Mana shunday bugungi kunda fermerlarni, aholi xonadonlarini qo'llab turganlari uchun buni albatta natijasi yaxshi bo'ladi. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.